Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bugun biz yana Nikitinadamiz. Navbatdagi ko'rkam xonadonimizga Xitoyda ishlab chiqarilgan elegant modelimizni qo'yib berdik. Modelimiz Xitoydan takroriy keldi. Juda ham talab ko'p bo'lgan, ko'p sonli mijozlarimiz juda ham kutgan bu mebelimiz keldi. Bemalol tashrif buyurasizlar. Trimolari shunaqa chiroyli bo'lgan. Tortmalari juda ham ko'p, komplektatsiyasidan chiroyli pufiki, mexanizmlari shunaqa ichida tilla taqincha soatlovchi alohida yacheykalar berilgan, tandem mexanizmlarda. Chesterlarimiz ham juda ham shunaqa baland qilib ishlangan, mexanizmlari juda ham qulay bo'lgan, sifatlari a'lo darajada bo'lgan modelimiz. Komplektatsiyamizning o'zinikida prikrovatli tumbuchkasi, ortopedik HB matraslari, trimo, tumba, pufik chester. Shkafimiz juda ham chiroyli ishlangan, bo'ylari baland bo'lgan, 6 eshikli shkaf. Ichki qismlari juda ham qulay. Kastim yubkalarga alohida перегородкаlar berib joy berilgan. Bu qismi juda ham qulay, uzun vishelka, podshlyapnik polga, tegida уже yangi partiyalarimizda stroyli tortmalar, seyflar quflanadi, kalitlar bilan ishlangan. Oxirgi qismida bo'ladigan bo'lsa, shunaqa uzun vishelka, podshlyapnik berilgan. Ayollarimizdan kiyimlari g'ijim bo'lib qolmaydi. Endi muammo emas, kiyimlar tekis, chiroyli turadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, modelimiz yoqgan bo'lsa, kommentariyalarda elegant so'zini qoldiringlar, biz sizlarga bahosini qoldiramiz. Arli mebel bu boshqa